Bugun Python dasturlash tilida 12-dasturimizni yozib ko'ramiz. Dasturlash tilini yana bir imkoniyatini ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchilar bilan anchadan buyon ishlab kelyapmiz. Bir o'zgaruvchi bir vaqtni o'zida faqat bitta qiymatni olgan edi. Misol uchun a teng 45 yoki b teng salom. Agar print b deb yozsak, tabiiyki salom so'zi chiqadi. Endi sizga savol. Misol Telegram dasturida do'stlarimizni ro'yxati chiqish joyini ko'ring. Bu yerda har bir odam ma'lumoti uchun alohida o'zgaruvchi orqali qilingan deb o'ylaysizmi? Ya'ni agar 100 ta odam uchun hisoblaydigan bo'lsak, 100 ta o'zgaruvchi tasavvurga sig'dirish qiyin. Shuning uchun Python dasturlash tilida bu jarayonni osonlashtirish uchun boshqacha bir turdagi o'zgaruvchi mavjud. Bu o'zgaruvchi list deb nomlanadi. Bu o'zbekchada ro'yxat degani. Bu o'zgaruvchi bir vaqtni o'zida bir nechta qiymatlarni olishi mumkin. Keling buni dasturda ko'ramiz. Sublime Text dasturini ishga tushiramiz va bu bizni 12-dasturimiz. Keling bir o'zgaruvchi olamiz. Son o'zgaruvchisi misol 45 ga teng. Uni ekranga chiqaramiz. Misol son o'zgaruvchisini ekranga chiqaramiz. CMD ni ishga tushiramiz va ushbu dasturimizni ishlatamiz. Birinchi ushbu qiymatni olish uchun Python diskning ichidagi ushbu dastur. Mana 45 soni chiqarildi. Endi shu jarayonni boshqacharoq qilamiz. Misol sonlar degan o'zgaruvchi bor. Bu list turida bo'lsin. U quyidagicha amalga oshiriladi. U 4 burchak qauslar ichida bo'ladi. Misol 45, 61, 27 va minus 91 bo'lsin. Bu o'zgaruvchi bir vaqtni o'zida 4 ta qiymatni qabul qildi. Har bir qiymat virgul orqali ajratildi. Mana bu list turidagi o'zgaruvchi hisoblanadi. Buni ekranga chiqaramiz. Demak, sonlar teng, demak, sonlar deb yozamiz va dasturni qayta ishga tushiramiz. Endi mana e'tibor bersangiz, son o'zgaruvchisi 45 ga, sonlar esa 4 ta qiymatni o'z ichiga olgan. Bu yerdan har bir o'zgaruvchini turini chiqarib ko'rishimiz ham mumkin. Misol son turini turi va sonlarni turi qanday holatdaligini ko'ramiz dasturda. E'tibor bering, birinchi o'zgaruvchimiz int turida bo'ldi, sonlar esa list turida bo'ldi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu qiymatlarni har biriga qanday qilib murojaat qilish mumkin? Misol 45 ni qanday qilib chiqaramiz? Buning uchun listda indeks tushunchasi kiritilgan. Ya'ni har bir qiymat ostida indeks bo'ladi. O'sha indeksga murojaat qilish orqali uni qiymatlarini olish mumkin. Buni xuddi string turiga o'xshatish mumkin. Keling endi oldin yozgan kodlarimizni izohga olib turamiz, chalg'imaslik uchun. Sonlar listini yozamiz va ekranga aynan bitta indeksni chiqaramiz. Bu quyidagicha amalga oshiriladi. 4 burchak qaus ichida indeks nomerini yozamiz. Demak, dasturni ishlatib ko'ramiz. Mana 45 soni chiqdi. Biz boshqa indeksni ham berishimiz mumkin. Misol 1 yozsak 61 chiqadi ekranga. Mana 61 natija chiqdi. 91 esa bu oxirgi indeks, bu 3 ga teng. Demak, indekslar 0 dan boshlanadi. Endi avtomatik tarzda biz listni uzunligini topishimiz mumkin. Ya'ni nechta elementdan, ya'ni nechta qiymatdan mavjudligini bilishimiz mumkin. Bu 4 ta, demak 4 ta qiymati mavjud. Bu 4 ta elementdan tashkil topgan. Bundan tashqari list bilan ishlashda listning ichiga boshqa turdagi ma'lumotlarni ham yozishimiz mumkin. Bu xatolik bermaydi. E'tibor bering. E'tibor bersangiz mana 7, ya'ni listimizni elementlar soni 7 taga 7. Endi buni ekranga chiqaramiz. Barcha turdagi, ya'ni listning ichida boshqa turdagi ma'lumotlar aralashmasi ham bor. Dastur davomida listimizga yangi element qo'shmoqchi bo'lsak, append nomli funksiyaga murojaat qilamiz. Misol uchun append php. PHP qiymatini bu ushbu ro'yxatni oxiriga qo'shib qo'yadi. Ya'ni bu dastur davomida amalga oshirish mumkin. Keling buni ekranga chiqarib ko'ramiz sonlarni.
E'tibor bering, PHP oxiriga qo'shildi avtomatik tarzda, ya'ni dastur davomida demak, turli xil boshqa qiymatlarni listga qo'shib borish mumkin. Bundan tashqari list bilan ishlovchi boshqa funksiyalar ham mavjud. Bu uni imkoniyatlari hisoblanadi. Misol uchun count funksiyasi. Bu funksiyani asosiy ma'nosi, misol uchun, listning ichidan biror bir qiymatni qidirib topib beradi. Ya'ni nechtaligini topib chiqaradi. Bu aynan integer qiymatini qaytaradi. Bundan tashqari remove, ya'ni buni ma'nosi biror bir qiymatni listdan o'chirish ma'nosida keladi. Extend funksiyasi mavjud. Bu ikkita turdagi demak listlarni bir-biriga qo'shadi. Bu listni imkoniyatlari hisoblanadi. Keling endi biz ushbu listdan foydalangan holda 12-dasturimizni yozib ko'ramiz. 12-dasturimizda biz statistika ma'lumotlarini ko'rsatuvchi dastur yozamiz. Statistika ma'lumotlarini biz ko'p joylarda uchratishimiz mumkin. Misol uchun, ushbu joyda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish statistikasi, ya'ni O'zbekistonda demak iyun oyidan boshlab, misol uchun 2019 iyundan boshlab hozirgi kungacha bo'lgan ma'lumotlar ko'rsatilgan. Bu grafik chizmalar orqali ko'rsatilgan. Buni Python orqali qanday qilish mumkin? Bunda turli xil kutubxonalarni ishlatishimiz mumkin. Ulardan biri PyGL kutubxonasi. Bu kutubxona aynan shunday shakllarni bizda yozishimizga yordam beradi. Birinchi uni kompyuterga o'rnatib olish kerak ushbu paketni. Buning uchun pipdan foydalanamiz. Buning uchun yozamiz pip install PyGL deb yozamiz. Yozib enterni bosamiz va u internetdan yuklab ushbu paketni bizga o'rnatib beradi. Ushbu paket ishlashi uchun LXML paketi ham kerak deb yozilgan. Uni ham o'rnatib olamiz. LXML deb yozamiz. Mana ushbu paket ham o'rnatildi. Endi bundan foydalanishni boshlaymiz. PyGL.org da ushbu kutubxonadan paketdan foydalanish, demak ma'lumotlari ko'rsatilgan. Bundan biz ham foydalanamiz. Birinchi o'rinda dasturimizga buni import ushbu PyGL demak modulini import qilib olamiz. Bitta o'zgaruvchi olamiz, line charts deb nomlaymiz. PyGL.line, ya'ni line turidagi geometrik chizmadan foydalanamiz. Keyin unga misol uchun sarlavha beramiz. Sarlavhasini hozircha statistika deb yozib turamiz. Keyin line chart va x o'qini beramiz. Ya'ni x o'qida qanday ma'lumotlar bo'lishini beramiz. Bu ushbu joyda ko'rsatilgan. E'tibor bering. Bularni biz qisqaroq qilib yozishga harakat qilamiz. Misol uchun yozamiz, fevral oyidan boshlasak bo'ladi. Fevral, ya'ni 1-fevral chiqarilsin. Keyin mart oyi va keyin aprel va keyin may oyini chiqaramiz. Bu ma'lumotlar aynan list turdaligiga e'tibor bering. Demak, to'rtburchak qavslar ichida berilgan. Endi unga keling bitta ijtimoiy tarmoqni qo'shamiz. Misol uchun Facebookni qo'shamiz. Facebook ad orqali qo'shiladi va unga ma'lumotlar beriladi. Bu ham list orqali beriladi. Keling bunga misol uchun 924 1307 1624 bu ma'lumotlar aynan demak ijtimoiy tarmoqda necha foiz kirishini bildiradi odamlarga. Demak bu fevral oyida 924 degani mart oyida 1307. Dasturni render in browser qilamiz, ya'ni ushbu brauzerimizni o'zida ko'rsatsin degan ma'noda. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Dasturni ishlatsak brauzer ishga tushiriladi va bizga quyidagicha oynani u ko'rsatadi. Mana statistika va ushbu chizmani chizib berdi. Mana x o'qidagi ma'lumotlar va mana bu joyda yozgan ma'lumotlarimiz bizga chiqarildi. Aynan Facebook orqali, demak Facebookning ma'lumotlari chiqarildi. Endi buni biz boshqa ijtimoiy tarmoqqa ham tatbiq qilamiz. Misol uchun Instagramga. Instagram deymiz. Va endi Instagramning ma'lumotlarini kiritamiz. Misol uchun fevral oyida 24.03%, misol uchun 2681, mart oyida, aprel oyida 21.3, mayda esa 22.77. Endi YouTube ni ham qo'shamiz. Demak, 3 ta ijtimoiy tarmoqni qo'shgan bo'lamiz shunda. Demak, YouTube deb yozamiz. Uni ma'lumotlarini endi kiritamiz.
Buni ma'lumotlari ham list turida bo'ladi. 80-95, 15-81 va 19-19, 22-67. Dasturni qayta ishlatamiz. Ishlatganimizda mana bizga 3 ta ijtimoiy tarmoq kesishmalarini bizga ko'rsatib berdi. Mana bu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi statistikani ko'rsatish Python orqali. Pythonning yana bir imkoniyatlaridan biri. Bu natijaga erishish uchun biz PyGel kutubxonasidan, PyGel modulidan foydalandik. Bundan tashqari Pythonda ushbu natijaga erishishni boshqa modullar orqali ham qilish mumkin. Biz aynan PyGeldan foydalandik. Biz bugun listdan boshlang'ich tushunchalarni oldik. Siz ham ushbu dasturlarni o'zingizda yozib ko'ring. Endi sizga topshiriq. Endi siz ham shunga o'xshash turdagi statistika ma'lumotini ko'rsatasiz. Bunda sizga 3 ta turdagi ijtimoiy tarmoq input orqali kiritadi. Siz bularni qabul qilasiz va ularning ma'lumotlarini alohida qilib kiritiladi. Kiritilgan ma'lumotlarga qarab statistika chizmalarini ko'rsatib berasiz. Ushbu dasturni yozishga harakat qilib ko'ring. Biz esa yurishda davom etamiz.